Luqmon Hakimning qo'li ochiqligi, so'raganga qarz berib yozib qo'ymasligini bilgan bir kishi olgan qarzini qaytarib bermaslik niyati bilan undan 1000 tanga oltin oldi. Yo'lda dam olgani o'tirib, pulni qizil rangli bir matoga o'rab qo'ydi. Bir qush uni go'sht xayol qilib olib qochdi va Luqmonning uyi ustidan uchib o'tayotganida tumshug'idan tushirib yubordi. Luqmon o'zi bergan oltinlarini tanib olib qo'ydi. Haligi odam kelib yana shu niyat bilan 1000 tanga oltin oldi. Lekin anhordan kechib o'tayotganda uni suv olib ketdi. Anhor Luqmonning uyi yonidan o'tar edi. Luqmon oltinni tanib yana olib qo'ydi. O'sha odam 3-marta qaytarmaslik niyatida 1000 oltin olib, uni ham bir sabab bilan yo'qotdi. To'rtinchi marta nihoyat savdo sotiq bilan shug'ullanish va foyda ko'rsa Luqmonga 4000 qilib qaytarish niyati bilan 1000 oltin tanga so'radi. Bu gal foyda ko'rdi va Luqmonga 4000 oltin olib keldi. Luqmon 1000 oltinni olib, qolganini qaytarib berdi.